Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga pensiya masalasida juda muhim, ko'pchilikni xavotirga solayotgan bir mavzuni oddiy tilda tushuntirib beraman. So'nggi kunlarda 10 avgustdan minimal pensiya 7374 so'm bo'ladi. Pensionerlar endi shuncha oladi. Mislsiz saxiylik degan gaplar tarqalmoqda. Bu gapni eshitgan odam, ayniqsa keksa ota-onasi pensiya oladiganlar yoki o'zi pensiya yoshiga yaqinlashganlar albatta xavotirga tushadi. Men bugun sizga shu raqam nimani anglatishi mumkinligini, u oylik pensiyami yoki boshqa hisob kitobdagi farqmi? Kimlar haqiqatdan ham o'z pensiyasini tekshirtishi kerakligini va kimlar vahimaga tushmasligi kerakligini batafsil tushuntiraman. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor yoki yaqin yillarda pensiyaga chiqadigan inson bor. Videoni davom ettirishdan oldin kanalimga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bu yerda shunchaki mish-mish emas, odamga amalda kerak bo'ladigan huquqiy va moliyaviy tushuntirishlarni beraman. Avvalo eng asosiy gapni aniq aytib qo'yaman. Minimal pensiya 7374 so'm bo'ldi. degan jumlani oylik pensiya sifatida tushunish mutlaqo noto'g'ri. Bugungi sharoitda 7374 so'm bir oylik pensiya bo'lishi mumkin emas. Chunki bu summa oddiy bir kunlik oziq-ovqat xarajatiga ham yetmaydi. Demak, bu yerda yoki raqam noto'g'ri talqin qilingan, yoki gap pensiyaning oylik miqdori haqida emas, balki kunlik farq, qo'shimcha hisob, qayta hisoblashdagi oraliq summa yoki ijtimoiy to'lovning ma'lum bir qismiga oid bo'lishi mumkin. Pensiya tizimida ko'p odamlar tushunmaydigan bitta muhim narsa bor. Pensiya har doim ham faqat oyga falon so'm degan bitta raqam bilan hisoblanmaydi. Ba'zan pensiya yangi miqdorga ma'lum sanadan boshlab o'tadi. Masalan, o'zgarish oyning boshidan emas, 10 avgustdan boshlangan bo'lsa, avgust oyining ilk kunidan 17 kunigacha eski tartib, 15 kundan 31 kungacha yangi tartib hisoblanishi mumkin. Shunda odamning qo'liga tushadigan farq kichikroq ko'rinadi. Kimdir shu farqni olib, mana pensiya 7374 so'm bo'libdi deb noto'g'ri xulosa chiqarishi mumkin. Yana bir holat. Ayrim hollarda 7374 so'm degan raqam kunlik qo'shimcha bo'lishi mumkin. Masalan, pensiya oshirilganda eski va yangi pensiya o'rtasidagi farq oy bo'yicha emas, kun bo'yicha hisoblanadi. Agar oyga qo'shimcha 20 ming so'm atrofida farq chiqsa, uni 30 kunga bo'lganda kuniga 7 ming so'mdan ko'proq raqam kelib chiqadi. Shunda aslida pensionerning oylik pensiyasi 7374 so'm emas, balki kunlik oshgan qismi shunga yaqin bo'lishi mumkin. Oldin ham pensiyalar bir necha asosiy omilga qarab belgilanar edi. Ish staji, rasmiy ish haqi, to'langan ijtimoiy soliq, pensiya turi, nogironlik holati, bo'g'uvchisini yo'qotganlik holati, yoshga doir pensiya yoki ijtimoiy nafaqa ekanligi. Hamma pensioner bir xil pul olmaydi. Bir kishi 40 yil rasmiy ishlagan, yuqori ish haqi olgan, barcha hujjatlari joyida bo'lgan bo'lsa, uning pensiyasi boshqa bo'ladi. Boshqa bir kishi umri davomida ko'proq norasmiy ishlagan, mehnat daftarchasida yozuvlar kam, oylik ma'lumotnomalari topilmayotgan bo'lsa, uning pensiyasi pastroq chiqishi mumkin. Hozir o'zgargan narsa shuki, aholida ma'lumot tez tarqaladi, lekin ko'pincha raqamning mazmuni tushuntirilmaydi. Kimdir bir jadvaldan bitta raqamni olib tarqatadi. Kimdir pensiya, nafaqa, kompensatsiya, ustama indeksatsiya, bir martalik to'lovni aralashtirib yuboradi. Natijada pensioner mening pensiyam kamaydimi? 10 avgustdan menga atiga 7374 so'm beriladimi? Bank kartamga tushadigan pul shumi deb xavotirga tushadi. Men ekspert sifatida sizga aytaman. Pensiya masalasida birinchi qo'yda ijtimoiy tarmoqdagi sarlavhaga emas, rasmiy qaror, pensiya jamg'armasi ma'lumoti va shaxsiy pensiya hisobingizga qarang. Chunki har bir odamning pensiyasi individual hisoblanadi. Bir qo'shningizga tushgan summa sizga ham shunday tushadi degan emas. Endi eng muhim savolga kelamiz. Kim bu xabarni eshitib darhol tekshiruv qilish kerak? Birinchi navbatda pensiyasi yaqinda qayta hisoblangan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, siz avgust oyida pensiyaga chiqqan bo'lsangiz yoki sizga 18 avgustdan boshlab yangi pensiya miqdori tayinlangan bo'lsa, birinchi oyda summa to'liq ko'rinmasligi mumkin. Chunki siz butun oy uchun emas, oyning qolgan kunlari uchun pensiya olishingiz mumkin. Masalan, bir kishiga oyga 900 ming so'm pensiya tayinlandi. Lekin u 12 avgustdan boshlab huquqqa ega bo'ldi. Unda avgust uchun to'liq 900 ming emas, faqat 12 avgustdan 31 avgustgacha bo'lgan kunlar uchun hisoblanadi. Bu taxminan yarim oyga yaqin muddat. Shunda odam nega kam tushdi deb o'ylaydi. Aslida keyingi
oy to'liq pensiya kelishi mumkin. Ikkinchi toifa pensiyasiga ustama yoki qo'shimcha tayinlanganlar. Masalan, nogironligi bor shaxsga qo'shimcha to'lov. Urush faxriysi yoki unga tenglashtirilgan shaxsga ustama. Yolg'iz yashovchi pensionerga kompensatsiya, qarovga muhtoj shaxsga alohida to'lov bo'lishi mumkin. Bu ustamalar ham ba'zan oyning o'rtasidan boshlab hisoblanadi. Shunda 7374 so'm kabi raqam to'liq pensiya emas, aynan qo'shimchaning bir kunlik yoki qisqa muddatlik qismi bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa pensiya hujjatlarida ish staji to'liq aks etmaganlar. Mana real hayotga yaqin misol. Opa 58 yoshga to'lib pensiyaga chiqmoqchi. U 1995 yildan 1938 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan, keyin bozorda savdo qilgan. Tikuv fabrikasi yopilib ketgan, arxiv hujjatlarini topish qiyin. Agar o'sha 13 yillik staj tasdiqlanmasa, pensiya miqdori kamayib chiqishi mumkin. Opa esa davlat kam pensiya berdi deb o'ylaydi. Aslida muammo hujjat tasdiqlanmaganida. Bunday holatda arxivga murojaat qilish, sobiq ish joyi hujjatlari, buyruqlar, ish haqi vedomoslari, mehnat daftarchasidagi yozuvlar tekshirilishi kerak. 4-toifa norasmiy ishlaganlar. Masalan, aka 25 yil ustachilik qilgan, lekin rasmiy shartnoma bo'lmagan. Ijtimoiy soliq to'lanmagan. U men 25 yil ishladim deydi. Insoniy tomondan bu to'g'ri. Albatta u mehnat qilgan, lekin pensiya hisobida rasmiy tasdiq juda muhim. Agar ish rasmiy bo'lmasa, pensiya tizimida u yillar ko'rinmasligi mumkin. Shuning uchun yoshlar ham eshitib qo'ysin, bugun konvertda oylik olib, soliqsiz ishlash ertaga pensiyangiz past bo'lishiga olib keladi. Kim xavotir olmasligi kerak. Agar siz har oy pensiyangizni odatdagidek olayotgan bo'lsangiz, kartangizga tushayotgan summa keskin kamaymagan bo'lsa, pensiya jamg'armasidan hech qanday rasmiy xat kelmagan bo'lsa, faqat internetdagi sarlavhani ko'rib qo'rqmang. Ayniqsa minimal pensiya 7374 so'm degan gapni ko'rsangiz, buni darhol oylik pensiya deb qabul qilmang. Avval manbasini tekshiring. Birinchi misol, onaxonning pensiyasi oyga 870 ming so'm edi. Qayta hisoblashdan keyin 1 million 70 ming so'm bo'ldi. Farq 220 ming so'm. Agar bu farq avgust oyining faqat 29 kundan keyingi urdir kuniga hisoblangan bo'lsa, qo'shimcha to'lov to'liq 220 ming emas. Taxminan 100 ming so'm atrofida chiqishi mumkin. Kimdir esa shu hisob-kitobdagi kunlik farqni ko'rib noto'g'ri xulosa qiladi. Ikkinchi misol. Otaxon pensiya 20 avgust kuni chiqdi. Uning oylik pensiyasi 920 ming so'm qilib tayinlandi, lekin avgust oyida u faqat 12 kun uchun pul oladi. 920 ming so'mni 30 kunga bo'lsak, bir kunlik miqdor taxminan 31600 so'm atrofida bo'ladi. 12 kunga hisoblasak, 379 ming so'm atrofida chiqadi. Otaxon nega 920 ming tushmadi deydi. Chunki birinchi oy to'liq oy emas. Sentyabrdan boshlab to'liq miqdor tushishi kerak. Uchinchi misol. Ayol kishi boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olayotgan bo'lsin. Uning 2 farzandi bor. Bir farzand 18 yoshga to'ldi, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgani haqida ma'lumot vaqtida topshirilmadi. Natijada to'lov kamayishi yoki vaqtincha to'xtashi mumkin. Oilada pensiyani kesib tashlashdi degan gap chiqadi. Aslida kerakli ma'lumotnoma vaqtida topshirilmagan bo'ladi. Bunday holat juda ko'p uchraydi. 4-misol. Nogironligi bor shaxsga pensiya yoki nafaqa tayinlangan, lekin tibbiy mehnat ekspert komissiyasi belgilagan muddat tugagan. Agar qayta ko'rikdan o'tish kechiksa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Bu ham pensiya kamaydi degani emas. Hujjat muddati yangilanishi kerak degani. Pensiya tizimida eng ko'p uchraydigan xatolardan biri pensiya bilan nafaqani aralashtirishdir. Pensiya odatda ish staji va sug'urta badallari bilan bog'liq. Nafaqa esa ayrim holatlarda ish staji yetarli bo'lmagan, ijtimoiy himoyaga muhtoj yoki alohida toifalarga beriladigan to'lov bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir odam men minimal pensiya olaman desa, aslida u ijtimoiy nafaqa olayotgan bo'lishi mumkin. Bu ikkisi hisoblash tartibi bo'yicha farq qiladi. Ikkinchi nozik jihat, pensiya miqdori oshirilsa ham qo'lga tegadigan summa darhol bir xil ko'rinmasligi mumkin. Nega? Chunki qarzdorlik, aliment ortiqcha to'lagan summani qaytarish, bankdagi ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner oldin noto'g'ri ortiqcha to'lov olgan bo'lsa, keyingi oylar ma'lum qismi ushlab qolinishi mumkin. Yoki sud hujjati asosida aliment ushlab qolinadi. Odam esa pensiyam kamaydi deb o'ylaydi. Aslida ushlab qolish sababi alohida bo'ladi. Uchinchi nozik jihat, plastik kartaga tushgan sana bilan pensiya tayinlangan sana bir xil emas. Ba'zi hududlarda to'lovlar grafik asosida amalga oshiriladi. Bir mahallada 5 sanada tushadi,
boshqasida ilk sanada, yana boshqasida 20 sanada. Agar do'stingizga tushib sizga tushmagan bo'lsa, bu hali muammo bor degani emas. Lekin belgilangan muddatdan ancha o'tib ketsa, albatta tekshirtirish kerak. 4-nozik jihat chet elda ishlagan davr. Juda ko'p fuqarolar Rossiya, Qozog'iston, Koreya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. U yillardagi ish staji O'zbekistonda pensiya hisobiga qanday kiritilishi alohida tartib va xalqaro kelishuvlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar hujjatlar to'liq bo'lmasa, pensiya past chiqishi ehtimoli bor. Shuning uchun chet elda ishlagan davringiz bo'lsa, mehnat shartnomasi, ish haqi ma'lumotlari, sug'urta to'lovlari bo'yicha hujjatlarni imkon qadar saqlang. 5-nozik jihat ayollarning bola parvarishi davri. Ko'p onalar bir necha yil bolaga qaragan ishlamagan bo'ladi. Bu davrlarning pensiya stajiga kiritilishi bo'yicha o'ziga xos qoidalar bor. Har bir holat alohida tekshiriladi. Shunchaki men uyda o'tirdim, demak staj yo'q deb o'ylamang. Lekin hammasi avtomatik qo'shiladi deb ham beparvo bo'lmang. Hujjat bilan tasdiqlash zarur bo'lishi mumkin. 6-jihat mehnat daftarchasidagi xatolar. Ism noto'g'ri yozilgan, tug'ilgan sana boshqa, korxona muhri noaniq, ishga kirgan yoki bo'shagan sana tushunarsiz bo'lsa, pensiya tayinlashda muammo chiqishi mumkin. Men bunday holatlarda odamlarga doim aytaman. Pensiya yoshiga yetib qolganda emas, undan bir necha yil oldin hujjatlarni tekshirib chiqing. Chunki arxivdan ma'lumot olish ba'zan haftalar emas, oylar vaqt oladi. Birinchi qadam, vahimaga tushmang va ijtimoiy tarmoqdagi sarlavhani haqiqat deb qabul qilmang. 774 so'm degan raqamni ko'rsangiz, avval so'rang. Bu oylik pensiyami? Kunlik hisobmi? Qo'shimcha farqmi? Qayta hisoblashdagi bir martalik summami yoki umuman noto'g'ri yozilgan raqammi? Raqamning manbasi bo'lmasa, unga ishonmang. Ikkinchi qadam, shaxsiy pensiya holatingizni tekshiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, elektron davlat xizmatlari orqali ham ayrim ma'lumotlarni tekshirish mumkin. Agar internetdan foydalanishni bilmasangiz, farzandingiz, nabirangiz yoki mahalladagi mas'ul xodimlardan yordam so'rang. 3-qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Odatda sizga pasport yoki ID karta, JSHR mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar, ish haqida ma'lumotnomalar, harbiy xizmat bo'yicha hujjatlar, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjatlar, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha ma'lumotnomalar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda ro'yxat farq qiladi, lekin asosiy hujjatlar shular. 4-qadam, agar pensiyangiz kutilganidan kam chiqqan bo'lsa, og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Yozma ariza bering. Arizada mening pensiyam qayta hisoblab berilishini so'rayman. Falon yillardagi ish stajim hisobga olinmagan deb hisoblayman. Ish haqi ma'lumotlarim qayta tekshirilishini so'rayman deb aniq yozing. Arizani 2 nusxada tayyorlab, bir nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib oling. Bu keyinchalik juda muhim bo'ladi. 5-qadam, arxiv hujjatlarini izlang. Agar eski korxonangiz yopilgan bo'lsa, hujjatlar tuman yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Arxivdan ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shash buyrug'i, ish haqi vedomasida lavozim ma'lumotlari olinadi. Ba'zan birgina arxiv ma'lumotnomasi pensiya miqdorini sezilarli oshirishi mumkin. Masalan, 8 yil staj qo'shilsa, bu odamning butun pensiya hisobiga ta'sir qiladi. 6-qadam, bank kartangizdagi tushumlarni tekshiring. Ba'zan odam pensiya tushmagan deb o'ylaydi. Aslida karta bloklangan, muddati tugagan yoki boshqa texnik muammo bo'ladi. Bankdan hisob varaq ko'chirmasini oling. Qaysi sonda qancha tushganini ko'ring. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganda menga kam tush demasdan, aniq raqam bilan boring. Iyulda falon so'm tushgan, avgustda falon so'm tushgan, farq shuncha deb ayting. 7-qadam, agar siz pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, hujjatlarni bugundan tartibga keltiring. Erkaklar ham, ayollar ham pensiyaga bir oy qolganda yugurib qolmasin. Mehnat daftarchasini ko'ring, barcha yozuvlar to'g'rimi? Familiya o'zgargan bo'lsa hujjat bormi? Eski ish joylaridan ma'lumot olish mumkinmi? Rasmiy ish staji yetarlimi? Ayniqsa 1990-yillar va 2000-yillarning boshida ishlaganlar hujjatlarni sinchiklab tekshirish kerak. Chunki o'sha davrdagi korxonalarning ko'pi yopilib ketgan. 8-qadam, farzandlaringizga ham tushuntiring. Pensiya faqat qariyalarning muammosi emas. Bugun 25 yoshli yigit yoki qiz norasmiy ishlayotgan bo'lsa, ertaga pensiya yoshida stajim kam chiqdi deb qiynaladi. Rasmiy ish, rasmiy oylik, soliq va ijtimoiy to'lovlar kelajakdagi pensiyaning asosi hisoblanadi.
bugun ozgina ko'proq qo'lga pul olish uchun norasmiy ishlash ertaga katta yo'qotishga olib kelishi mumkin. Alohida holatni ham aytib o'taman. Agar sizning kartangizga haqiqatan ham 7374 so'm tushgan bo'lsa, bu oylik pensiyam shu ekan deb qabul qilinmasin. Bu ehtimol qo'shimcha farq, qayta hisoblash natijasida qoldiq, bir necha kunlik ustama yoki texnik tuzatish bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda darhol bank ko'chirmasini oling va pensiya jamg'armasiga boring. Ulardan aynan shu summa nima uchun tushganini yozma ravishda tushuntirib berishni so'rang. Siz shunday savollar berishingiz kerak. Bu summa qaysi davr uchun hisoblangan? Asosiy pensiya miqdori qancha? Qo'shimcha ustama bormi? Ushlab qolishlar bormi? Keyingi oyda qancha tushishi kerak? Pensiyam qayta hisoblanganmi yoki yo'qmi? Mana shu savollarga javob olsangiz, noaniqlik tugaydi. Azizlar, bugungi mavzudan eng asosiy xulosa shuki, Index avgustdan minimal pensiya 7370 so'm degan gapni oylik pensiya deb tushunish noto'g'ri. Bunday raqam ko'pincha kunlik farq, qo'shimcha hisob, qisqa davr uchun to'lov yoki noto'g'ri talqin qilingan ma'lumot bo'lishi mumkin. Pensiya masalasida har bir insonning holati alohida. Ish staji, hujjatlari, pensiya turi, ustamalari va to'lov sanasi farq qiladi. Men sizlarga tavsiya qilaman. Ota-onangizning, bobo-buvingizning pensiya hujjatlarini bir marta tekshirib chiqing. Agar kamlik, tushunarsiz farq yoki shubhali raqam bo'lsa, og'zaki gap bilan emas, yozma ariza bilan murojaat qiling. Hujjatlaringizni yig'ing, bank ko'chirmasini oling, arxiv ma'lumotlarini izlang va o'z haqqingizni talab qiling. Siz bu masalada qanday holatga duch kelgansiz? Pensiyangiz vaqtida tushyaptimi? Miqdori tushunarlimi yoki sizda ham g'alati raqamlar chiqqanmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing. Yaqinlaringizga ulashing va kanalimga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotlar bir kun kelib sizga yoki oilangizga juda kerak bo'lib qoladi.